Harbiy aviatsiya instituti o'qishga kirish, imtiyoz va sharoitlar. Qarshi shahrida joylashgan Harbiy aviatsiya instituti qurolli kuchlarimiz uchun yuqori malakali aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash vazifasini bajarib kelmoqda. Institutda 70 ta o'quv sinfdan iborat zamonaviy 2 ta o'quv bino, 4 ta o'quv laboratoriya va 2 ta trenajyor majmualari mavjud. Ta'lim tizimi 4 yillik bakalavr va 2 yillik magistratura hamda 1 yillik doktoranturadan iborat bo'lib, har bir bosqichda malakali mutaxassislar tayyorlanadi. Test sinovlari o'zbek, rus, qoraqalpoq tillarida o'tkaziladi. Shuningdek, nomzodlar, uchuvchilar tibbiy komissiyasidan o'tadi. Mazkur chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik ham ko'p narsani hal qilishi mumkin. Muddatli harbiy xizmatni tamomlab, tavsiyanomaga ega bo'lgan fuqarolarga test sinovlarida o'zi to'plagan bandning 50% miqdorida, shuningdek, Temurbeklar maktabi bitiruvchilariga to'planishi mumkin bo'lgan eng ko'p ballning 30% miqdorida qo'shimcha imtiyoz beriladi. Serjantlar tarkibida 5 yil benuqson xizmat qilganlarga to'planishi mumkin bo'lgan eng ko'p ballning 20% miqdorida ball beriladi. Ilg'or serjant nominatsiyasi g'oliblari esa test sinovlarisiz qabul qilinadilar. O'qish davomida kursantlar bepul yotoqxona, 3 mahal bepul issiq ovqat belgilangan norma bo'yicha yozgi va qishki harbiy libos va pul ta'minoti bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari shahar transportida bepul harakatlanish, teatr, muzey va boshqa joylarga bepul ekskursiya qilish imkoniyati beriladi. Shuningdek, o'qish davomida 2-kursdan boshlab qo'shinlarda amaliyot va amaliy parvozlar amalga oshiriladi.